الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bugünkü dersimizni Sure Nisa'nın 150. ayetinden başlayıp devam kılıyoruz. Estaizu billah innellezine yekfuruna billahi ve rusulihi ve yuriduna en yufarriqu beynallahi ve rusulihi ve yekuluna nu'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'din ve yuriduna أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Hakikaten Allah'a kafir boğallah ve Resulihi Allah'ın elçileri kafir boğallah ve yuriduna en yufarriqu beynallahi ve rusulih. Allah bilen peygamberlerinin arasını araydı Allah. Elçi Allah Taala tarafından kelgen Allah tanlagan olanı. Allah'ını tanımagan bolsunmu, itiraf kılmagan bolsunmu, itiraf kılgan bolsunmu, peygamberini itiraf kılgan bolsa, kılmagan bolsa, okşaş deydi. Allah'ını itiraf kılıp peygamberini itiraf kılmaslık kafirlik yapar. Ne için? Allah tanlaganга işenmegenlik için. Allah bilen peygamberlerinin arasını aragan degen şu. Allah'a, Allah'ın elçilerine ve Allah bilen Allah'ın elçilerinin arasını araydıganla ve onu kafir bolganlar ve digelle ve yekuluna nu'minu bi ba'din nekfuru bi ba'd. Bazı işimiz, bazı kafir olumuz digelle. Yani işimiz gelse siyasetimizga, bizning işlerimiz gelse işimiz bulmasa işenmeyemiz digelle. Bugün gündeki materyalistler okşaş, yoki atizmchilar okşaş, yoki bizning ko'p sondagi Uyg'ur musulmonlarga okşaş, ziyali, qapoq teriklar okşaş. O'zini ziyali chaqlab aqallar, da'vo qilib aqallar. Ve nekfuru bi ba'd. Ve yuriduna en yettehidu beyne zalika sabila. Aşının arasından bir yol izleydi Allah. Yani demek işirkesini pişirke Müslümanay Allah'ın peygamberinin kitapının bazısiga iman etip bazısi kafir oluş arkalık şunun aralarından bir yoç kız deydi Allah. Yani aşıla ulaike, yani aşıla ula hakikaten kafirlardır. Allah'ın bir peygamberge inkar kılsın okşaş kafir, hem peygamberge okşaş inkar kılsın okşaş kafir. Allah Teala'nın bir ayetige inkar kılsın okşaş kafir, hemisiga inkar kılsın okşaş kafir. Hakiki kafir bula. Ve atedna lil kafirine azaben muhina. Bunda kafirlara Allah Teala nait olan pes kılgıcı, ahanet kılgıcı bir azapını tayarladık dedi. Enin karşısında Kur'an özünün üslubu bilen dedi ki, enin karşısındaki müminler kelsek, vellezine amenu. Müminler kelsek Allah işin gelle ve rusulihi Allah'ın elçisi işin gelle ve lem yufarriqu beyne ahadin minhum. Yani aşlarının içinin hiç birisini ayırıp taşlamak Allah. Men İsa işinme, Muhammed işinme, Muhammed işinme, İsa işinme değil olmaydı da iman emez o. Hiç birisini ayırmak Allah. Ulaike sevfe yu'tihim ucurahum. Yani aşla Allah Teala olanın ecrlerini yakında verdi. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Allah mutlak mağfiret kılıçtır, mutlak mihribandır. Yes'aluke ehlul kitâbi en tunezzile aleyhim kitâben mine's-semâi fekad se'alu Musa ekbera min zâlik fekâle arinallâhe cehreten fe'ahadetumus sâikatu bi zulmihim. Ey peygamber, ola ehli kitapla senden şundak soraydı. En tunezzile aleyhim kitâben mine's-semâ. Sen ola közleri köğüdek bir şekilde asmandan bir kitapını elip çişini soraydı bula. Kul subhane rabbi hel kuntu illa beşeren rasûlâ. Ola deyin ki ayet başlayadık ayetcima. Men fakat halıgança Allah Teala'nın ayetlerini halıgança ayet keltirdigan, halıgança mucize keltirdigan bunda işim yok. Men bir insan. Hel kuntu illa beşer rasula. Fakat meni Allah elçi kılıp evetken insan men degen olaga. Fakat sealu Musa ekbara min zalik. Ola bundan burunmu Musa aleyhissalatu vesselamga enindin çoğunu sorgan. Nimi degen ola? Şundak degen idi ki erinallaha cehreten. Bizge Allah'ın uç kaşkarı köset degen idi. Nimi için cehreten geldi bir yerde? Allah'ın uç kaşkarı köset degen bir kelime geldi dese. Ola Allah Teala'nın uç kaşkarı kömügen bolsunmu? Allah Teala'nın barlığı ve birliğine dalalet kılgan mucizatı, beyinatlarını köygen. Musa aleyhissalatu vesselam'nın ki hassını köygen, yedi beydasını köygen, denizin yerilgini köygen, menne ve sellani köygen, ve rafa'na fevqahum tur tağını köygen, ve dallanna aleyhimul gamame ve enzelna aleykumul menne ve sella. Ulanın üstündeki bulutlarını sahip tutsap tuğallığını köygen. Şunu okşayan nurgun ayat mucizatlarını köygen. Şunu körüp durup ola Allah'ın aşkarı köymek işte, küzümüz bilen Allah'ın köymek işlik biz işenmeyimiz deyip koddi senden sorgandık Musa aleyhissalatu vesselam'dan sorgani Muhammed aleyhisselam. Bu bir taraftan Muhammed aleyhissalatu vesselam'a teselli. Fe'ahadetumus sâikatu bi zulmihim. Enen deyken olanı o kılgan zulümler sebebiyle hakkını batıldan arlaştırganlığı, hak karşı tutganlığı, hakkını inkar kılganlığı için bunun sebebiyle olanı azap
bir ovoz tutgan edi. Ovoz orqali halok bo'lgan edi. Summattakhadul ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu fa'afawna an zalik. Ondan keyin ular muzayni tutgan edi. Va ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Sura Baqarada o'tdi. Ularning qalblariga muzayning muhabbatini ichirilgan edi. Qaysi muzay to bilamizlar qarindoshlar? Bu Musa alayhisalom to'rtog'iga chiqib ketgan chaqda Alloh bilan so'zlashgani. Bular Samirining oqsi kirish orqali bir muzayga ibodat qilgan edi. Shuning shakli kirgizib turib. Bu muzay qaysi muzay desa, Fir'avnning muzayiti. Fir'avn uningga ulug'laydigan, uni hurmat qiladigan muzay. Ya'ni ularning qul qilgan zolimining, ularni zulm qilgan vahshiy istibdod bir zolimning muzayiti bu. Xuddi bugungi kunda insonlar bizning insonlarimiz Xitoydan voz kechmayotganda o'zini qul qilgan qullarning urf-odatidan, xuyidan, suyidan, xitoylashgan xo'ylardan voz kechmagandek, bularning ibodat qilganimi dal Musa payg'ambarning ulug'laydigan muzi edi. Alloh taolo uni da'vat berdi. Bular muzayni tutgan edi. Fa'afawna an zalik. Qachon desa bir narsadan keyinki keldi ularga mo'jizalar. Yani yuqori degandek mo'jizalar kelgandek keyin shunday qildi. Endi keyin biz ularning afv qildik. Ashundan keyin ularni afv qildik. Va atayna Musa sultana mubina. Shundaqla biz Musaga ochiq oshkora hujjatlarni, dalil, ravshan dalillarni biz ato qilgan bo'ldik, berdik. O shundan iborat edi mana. Rafa'na fawqahum at-tura bi mithaqihim. Biz ularning ustiga to'rtog'ini, ularga ahdi qilmoqlikdan ko'tardik. Va qulna lahum udkhulul baba sujjadan. Biz ularga dedikki, sizlar darvozadan sajda qilgan holatda kiringlar. Sujjatan naghfir lakum va qulu hittatun naghfir lakum. Sizlar hittatun deb kiringlar, egilgan holatda kiringlar dedik. Ular hintatun naghfir lakum dedi. Hittatunning o'rniga hintatun dedi. Bularning iddisi, bularning ichki dunyolari, ruhiyat dunyolari moddaning ustida quralganligi uchun api bug'day dedi bular. Alloh taolo yana shuni eslatib Allah'ın diginidan, Allah'ın buyrug'ini qiling. Sizga shuningda foyda bor. Alloh nimadan to'sgan bo'lsa, shuningdan sizga zina va demoqchi. Va qulna lahum la ta'du fi sabt. Biz ularga shanba kuniga tajovuz qilmanglar dedik. Shanba kuni o'zlari qildi bular. Ibodat qilgan bir kuni bekitdi. Keyin shuniga o'zlarining degan so'zlarga o'zi amal qilmay tajovuz qildilar. Va akhadna minhum mithaqan ghalidha. Biz ulardan eng qo'pol, cho'ng bir ahdagan edik qalbuki. Fa bima naqbihim mithaqahum. Ularning ahdlarini buzganlik sabab bilan va kufrim bi ayatillah, Allah'ның ayetlere kafir bo'lganligi sabab bilan va qatlihimul anbiya bi g'ayri haq, haqsiz payg'ambarlarni o'ltirganlikning sabab bilan va ularning qulubuna g'ulfun deganligi sabab bilan bizning qalbimiz to'q ey Muhammad sening gapingga deganlik sabab bilan balki Alloh taolo ularning kufrining sabab bilan ularning qalblariga mo'rvasdi. Ular ozg'insidan boshqa hech birisi ishonmaydi. Va bi kufrihim va yana ularning kafirlikda davomlashning sababi bilan ularning Maryam alayhissalatu vassalamga buyuk bir buhton so'zlarini qilishining sababi bilan biz ularni qanday qildik? Halok qildik. Va qawlihim inna qatalnal masiha. Ularning shu so'zlarining sababi bilanki biz Masih Maryamning o'g'li Isoni biz o'ttirdik ki u Allohning elchisi edi. Allohning elchisi degan degani bo'la hamda biroz takabburlik qilib Allohning elchisiymiş degan sifatida degan bo'lishi mumkin. Alloh shuni hikoya qiladi. Va ma qataluhu. Va albuq ular o Musa Isa payg'ambarni, ya'ni Isa ibn Maryamni o'ldirmadilar. Va ma salabuhu va uni dag'imi asmadilar. Walakin shubbiha lahum. Lekin ularga nisbatan bu o'xshatildi. Xristianlarning e'tiqodida, ilohiyat dunyosida, ilohiy falsafasida, bularningki nazardagi diniy falsafasida Musa alayhisolatu Isa alayhisolatu vasallamni yahudiylarning o'tdaganligi, dag'asqanligi. Shu e'tiqod qilgan bo'lg'achqa Alloh taolo bu xato tarixiy setsetining xato ekanligini tuzaltib, unda deyaptik, yo'q, ular o'ltirilmadilar. Dag'im asamadilar, lekin ularga o'xshatildi. Isa alayhisolatu vasallamni o'ltiramiz deb kirgan chaqda Isa alayhisolatu vasallamning havorisidan bo'lgan Yahuza ular xiyonat qilganligi uchun u Romaning askarlari Isa payg'ambarni tunimag'achqa Yahuza men kimni ishorat qilgan bo'lsam shuni o'ltiringlar degan ekan. Keyin Isa payg'ambar Isa alayhisolatu vasallam havoriylar bilan dars qilib o'tirayotgan chaqda kirganligi uchun ummu havoriylardan birisi bo'lganligi uchun uya kelgan chaqda yenib olgan, balki o'zini ko'rsatgan degan tarixiy rivoyatlar mavjud. O'xshash bo'lmagan. Demak, deydik Alloh taolaning da'vatini Nasaralarning Isa payg'ambarni ya'ni nauzubillah 3-ilohni bu nazarda Yahudilar o'ltirgan deb o'chmanlik qilishidan iborat. Bu xatolikni Qur'on tuzladiki, ular o'ltirilmadi dedi. Va dag'amasanmadi. Va innallazina ixtalafu fihi la fi shakkin minhu. Haqiqatan bir insonlarki bu borada ixtilof qilish
qilishdi, talash tortish qilishgan insonlarga kelsak, la fi shakkin minhu, eningdan bir shak ichidir. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'addan. Ularga nisbatan bir ilim, ya'ni tarixiy bilimdan yo'q bunga nisbatan illa ittiba'addan. Fakat ular gumon qilam ergishidir. Va ma qataluhu yaqinan. Jazman ular uni o'ltirgani yo'q. Bal rafa'ahu Allahu ilay. Balki uni Alloh subhanahu va taolo o'z dargohiga qabul qilgandir. Martabasini ustun qilgandir. Va kana Allohu azizan hakima. Alloh subhanahu va taolo mutlaq azizdir, hikmat bilan ish qilguchidir. Va in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi va yawm al-qiyamati yakunu alayhim shahida. Ahli kitobdan hech qanday bir inson yo'qki, magar bo'lib qolsa, albatta u Isa ibn Maryamga iymon etgan bo'ladi. Qabla mawtihi, Isa ibn Maryamning o'lishidan ilgari. Bu bir zimir Isa qaytsa agar. Yana mufassirlarning bahslaydik, ahli kitob qaytadi. U ahli kitobdan hech biri, ahli kitobdan bo'lganlar Isa payg'ambarga ishonmay qolmaydi. Ularning biri o'lishdan ilgari. Ya'ni ular sakrat kelgan chaqda, o'lim, ular kelgan chaqda haqiqatni ular biladi, haqiqatga ishonadi. Mana shunday bir holat bo'ladi, lekin la yanfa'u nafsan imanuha, ularning iymoni vaqtda ezqatmagan bo'ladi, manfaatli iymoni emas bo'ladi o. Diyen bo'ladi deydi, qabla mavtihi deki hizmirni. Ahli kitob qaytolsin bo'ladi, yoki bo'lmasa bihidiki hige qaytolsinmi bo'ladi. Bundan ish qilmana chiqadi deydi. Allohu taolo alim. Va yawmal qiyamati yakunu alayhim shahida. Albattaki har bir ahli kitob o'lishdan ilgari Isa payg'ambarning Allohning o'g'li emas payg'ambar ekanligini, shundaqla uni yahudiylarning o'ltirilmaganligini, dog'imi esilmaganligidan iborat bu haqiqatni ufqudi, iymon etadi. Qiyomat kuni bo'lsa, ularga Isa payg'ambar o'zi shahid bo'ladi dedi. Fabiyadulmin minallazina hadu harramna alayhim tayyibatin uhillat lahum va bisaddihim an sabilillahi katira. Yahudi bo'lganlarning zulm qilganlik sabab bilan hadu yahudilashganlar. Ya'ni Bani İsrail xalqidan musulmonligidan keyin, ya'ni Bani İsrail musulmonlarining yahudilashganlari, yahudilik o'zgarib ketganlari kelsak, bu sabab bilan Alloh taolo ularga ba'zi narsalarni harom qildik deydi Alloh. Harom qildik biz ularga bir pak narsaniki burun ularga halol edi. Va bisaddihim an sabilillahi katira. Ularning Allohning yo'llaridan ko'plagan insonlarni to'sqanligi uchun ularga ba'zi pak narsalar halol bo'lgan bo'lsa-mu, keyin biz ularga harom qildik. Va akhdihimur riba, va ularning ribani tutmoqligi bilan, jazoiy nimagilik bilan, vaqadnuhu anhu, va albatta ular undan tusalgan turib, va aklihim amwalan nas bil batil, insonlarning mollarini batil bilan yeganligi sabab bilan biz ularga la'nat qildik. Va atadna lil kafirina azaban muhina. Bular bu orqali kafir oldilar. Mana bunday kafirlarga biz alima, dard beruvchi, alamlik, hasratlik bir azobni ularga tayyorladik. Lakin rasihuna fil ilmi minhum, lekin ilmda cho'nqurlashganlar, ilmda voyaga yetgan insonlar ulardan, shu ahli kitobdan bo'lsin, val mu'minun, va ishonganlar, yu'minuna bima unzila ilayka, ular sana nazil qilinganga ishonadi. Va ma unzila min qablika, sendan ilgirki nazil qilinganga ham ishonadi. Zaburga, Tavratga, Injilga. Val muqiminas solah, namozni barpo qiluvchi, zakotni beruvchi, val mu'tunaz zakat, val mu'minuna billahi val yawmil akhir, shuni bilan birga Allohga oxirat kuniga ishonganlar kelsak, ulayka sanu'tihim ajran azima, biz ularga pat fursatda büyük bir ajrni qanday qilamiz beramiz. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'dihi va awhayna ila ibrahima va isma'ila va ishaqa va yaquba wal asbat va isa va ayyuba va yunus va haruna va sulayman va atayna Davuda zabura. Biz sana Muhammed aleyhissalatu vesselam Nuh'dan keyingi payg'ambarlarga, İbrahimga, İsmailga, İshaqqa, Yaqubga va boshqa avlodlarga, Isaga, Ayyubga, Yunusga, Harunga, Sulaymanga vahiy qilgandek sana biz qanday qildik? Vahiy qildik. Kama avhayna. Shularning hammasiga vahiy qilgandek biz sana qanday qildik? Vahiy qildik. Va atayna Davuda zabura, va biz Davudga zaburni berdik. Davudga zaburni berdik deb vahiydan alohida deyishi, zaburning boshqa ilohiy vahiylar qaraganda adabiy, şiiriyat ifodasi nihoyatda kuchli bo'lganligi uchun shuna alohida zaburni Alloh taolo tilg'alib zikr qildi. Mizmormi deyiladi? Ya'ni nima deymiz bizda? Ovozliq, ohini, musiqilik ta'siri
Bizning tilimiz bilan endi. Muzikada serqada dumbaq deb tushunarsak bo'lmaydi-ku. Shu Muhammad alayhisolatu vasallam degilik, Davud alayhisolamga ovozlarning eng go'zalini Alloh taolo bergan edi dedi. Va rusulan qad qassasnahum alayka min qablu va rusulan lam naqsushum alayk va kallama Allohu Musa taklima. Ba'zi elchilar bor deydi. Biz ularni sana payg'ambar, ularning ma'lumotini sana berdik bundan ilgari. Va ba'zi elchilar var va rusulan lam naqsushum alayk. Ularning ma'lumotlarini sana biz bermadik. Biz sana so'zlab bergan elchilarmi mavjud, sana so'zlab bermagan elchilarmi mavjud. Va kallama Allohu Musa taklima. Shularning ichidan Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalatu vasallamga so'zladi dedi. Bu yerda Musa alayhissalatu vasallamni alayida so'zlab zikr qilib, uning gap qilishi Alloh taolaning boshqa payg'ambarlarga Jibril alayhissalatu vasallamning yoki boshqa malaikalarning vasitasi orqali vahiy qilgan bo'lsa-mu, Musa alayhissalatu vasallamga bevosita Alloh subhanahu va taolo so'zlaganligi uchun mana buni alayida askartib va kallamallohu Musa taklima dedi. Rusulan mubashirin va mundirin li alla yakuna lin-nasi 'alallohi hujjatun ba'da rusul. Başdagi oyatga qistirib qo'yilgan bir narsa aqlimga keldi. Payg'ambarlarning soni to'g'risida o'xshash bo'lmagan rivoyatlar mavjud. Buning soniga ishonmaymiz biz. Faqat Alloh taolo bizga qisqa qilgan va qisqa bermagan. Alloh taolo so'zlab bergan va so'zlab bermagan payg'ambarlarning hammasiga, ya'ni Alloh taolo tarafidan bizga avatilib insoniyat dunyosiga. Ba'zini bizga so'zlab berdi, ba'zini so'zlab bermadi. Mushlarning hammasiga aminnah deymiz. Ammo buning soniga kelgan chaqda Qur'onda sahih sunnat hech qanday bir ma'lumot bo'lmaganligi uchun bunga nisbatan biz 120 mingta, 220 mingta, andaqti, mandaqti demaymiz. Chunki son muhim bo'lmaganligi uchun. Mana dal mush payg'ambarlarning zikrini Alloh taolo qilgan chaqda, ening soni muhim bo'lgan bo'lsa edi bizga nisbatan Alloh taolo 220 ming payg'ambarning qismini sana dedik, ya 120 ming payg'ambarning qismini sana so'zlab berdik degan bo'ladi. Halbuki unda demadi Alloh taolo. Uning qaraganda bizga shakl emas, nasning mag'zi lozim. Rusulan mubashirin va mundirin li alla yakuna lin-nasi 'alallohi hujjatun ba'da rusul. Biz payg'ambarlarni avatdik. Biz o payg'ambarlarning hammasi mubashirindir deydi. Ya'ni jannat bilan xabar bergich va mundirin yomonlikdan agalandovchi. Li alla yakuna lin-nasi 'alallohi hujjatun ba'da rusul. Nimish qadisa Allah subhanahu wa ta'alaning oldiga borgan chaqda shu payg'ambarlardan keyin insonlarning foydasiga bir hujjat to'pqamasin uchun. Ya Alloh, bizning hisob oldiganini bilmabdik. Bizga bir vahiy avatmabsa, payg'ambar avatmabsa, biz endi mushda yashaptimiz, bir hayotda hayvonlarga o'xshash farqimiz yo'q deb bunda dalil keltirmish uchun Alloh taolo ularga nisbatan bularning hammasini rusulan mubashirin va munzirin bishoratchi va agalandirish qilib qanday qildi? Avatdi. Jumladan ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan va mubashiran va nadira. Ey payg'ambar, seni biz shahid, mashhud qilib avat, ulgu qilib avatdik. Va mubashiran va nadira va bishoratchi va agalandirish qilib avatdik. Va da'iyan ila Allohi bi idnihi va sirajan munira. Alloh chaqirish uchun avat va seni nurliq bir chiroq qilgan holatda insoniyat dunyosiga avatdik. Bu payg'ambar alayhisolatu vasallamga degan Alloh taolaning so'zi va payg'ambar alayhisolatu vasallamning sifati. Innal ladina kafaru wa saddu an lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun va kafa billahi shahida. Lekin Alloh subhanahu va taolo bima anzala ilayk, sana nazil bo'lganga Alloh shohidlik qiladi. Anzalahu bi ilmi, chunki Alloh subhanahu va taolo uni o'z mutlaq ilmi bilan nazil qildi. Wal malaikatu yashhadun, malaikalar ham buni shohid qiladi. Va kafa billahi shahida. Zada Alloh taolo buning shohidligi yetar, ammo yana malaikalar qila qiladi, shohid bo'ladi dedi. Innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah qad dallu dalalan ba'ida. Haqiqatan kafir bo'lganlar, Allohning yo'lidan to'sqanlar, ular uzoq bo'lgan, chunqur bo'lgan, masofasiga yetkilolmaydigan cheksiz bir ozg'inlikning ichiga duchor bo'lgan bo'ldi dedi. Ezib ketdi. Innal ladina kafaru, haqiqatan kafir bo'lganlar, va zalamu va ustiga zulm qilganlar, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Alloh taolo bularni mag'firat qilmaydi. Va la yahdihum tariqan illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Ularni bir yo'lga boshlamaydi, faqat yo'lga boshlasa jahannamning yo'liga boshlaydi. Ular o jahannamda mangu qoladi. Va kana zalika alallohi yasira. Bu Alloh qitasi emas. Bu Allohga nisbatan eng qulay, eng osondir. Alloh taolo bu yerda Allohga oson degani bizga tushuntirish uchun, bizning aql idrokimizga muvofiq keltirish uchun deyotganga. Bo'lmasa Allohga oson bilan ta'sning, cho'ng'uling, kichikning, maxfiy bilan oshkorining hech farqi yo'q. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min robbikum fa aminu khayran lakum va in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati va ma fil ardi
ve kanallahu alimen hakima. Ey insanlık! Sizlerge nispeten bir elçi geldi. Allah Teala bu yerde kafirlerin sıfatlarını, müminlerin sıfatlarını, her işkilisinin bardığan caylarını, Yahudilişinin aldığını, alıdığan barlık karakterlerini Allah Teala bizge haber kılgandan keyin Allah subhanahu ve taala endi barlık insanlık geldi. Onun için ya Yuhannas dedi. Ey insanlık, sizlerge hak olan bir elçi geldi. Sizlerinin Rabbinin tarafından. Ondaqda fa aminu hayran lakum. Buna iman etseniz sizler için yaxşı edi. İman etinglar, sizler için yaxşı. Ve in tekfuru, iman etsek nima qilaba? İman etmesek qanday bo'ladi desanglar, yana Allah Teala deydi ki: "Ve in tekfuru, eğer kafir olsanglar, Allah için ma fis semavati vel ard, asmandaki nesle ve zimindeki nesle. Allah subhanahu ve taala ve kanallahu alimen hakima. Mutlak her nesne bilgiçidir, mutlak hikmet bilen iş kılgıçıdır. Ya ehlel kitabı la taglu fi dinikum ve la taqulu alallahi illa'l hak. Ey ehli kitap, sizlerning diningizde g'uluk etmanglar. Ve la taqulu alallahi alal hak. Allah Teala'ga fakat hakni denglar. Ular dinde g'uluk etganligi uchun İsa peygamberning Allah'ning o'g'li innallaha thalithu thalathatin ve ma min ilahin illallahul vahidul qahhar. Üçünün üçüncüsü deb aşnaq deydi. Allah'tan başka ilah yok. Laqad keferellezine qalu innallaha thalithu thalatha. Elbette Allah üçüncünün üçüncüsü deganlar kafir oldu dedi. Çünkü Allah Teala bu yerde dinde g'uluk etganligini aytadi. Yani demek bunun dini yok bir insanlar emas edi. Dinsiz insanlar emas edi. Dini bor edi. Ama dinde o'ngchil solchillikdan xoli bo'lmagan edi. Yahudilarning dini bor edi. Yahudilar peygamberlerine hakaretlash orqali dindan chiqqan edi. Bu bir solchillik edi. Yani yaratmaslik orqali. Takabburlik o'la. Amma Nasaralar bo'lsa peygamberlerini ilah o'rniga chiqish bilan g'uluk etgan edi. Bu bir o'ngchillik edi. Shunga Alloh taolo bu yerda dinda g'uluk etishning yahudiylikning bir alomati ekanligini bizga alohida uqtirdi. Innamal masihu İsa ibn Maryam. Fakat Mesih İsa ibn Maryam. O Meryemning o'g'li İsa'dır. Resulullah'dır. Allah'ın Resuludur. Ve kelimetuhu alqaha. O Allah Teala'nın taşlagan bir kelimesidir. İla Meryem'e, ruh Meryem'ge. Ve ruhun minhu. Ve Allah subhanahu ve taala tarafından qo'g'dalgan, berilgan bir ruhdur. Ve nefahtu fihi min ruhi. Bu ayet bizge Adem aleyhissalatu vesselam to'g'risida Allah subhanahu ve taala'nın men Adem'ni yarattım ve nefahtu fihi min ruhi. Men onu mening ruhimdan üfledim degan ayetini eslatadi. Demek xuddi Adem aleyhissalatu vesselam'daki can bilen İsa aleyhissalatu vesselam'ның canının Allah Teala tarafından düzenlenen okşaş bir can ekanligini uqtirdi. Sure inne mesele İsa indallahi kemeseli Adem. Sure Ali İmran'da o'tdi-ku. İsa aleyhissalatu vesselam'ның misali Adem aleyhissalatu vesselam'ның misali o'xshaydi. Ademni Allah Teala anısız dadısız yaratgan bo'lsa, İsa'ni Allah dadısız yaratgandır. Halis Allah hem anısız hem dadısız yarattı Ademni yaratgandek. Sizlar İsa aleyhissalatu vesselam'ni Allah dadısız yaratganga ta'jib qilamsizlar degan edi. Bu ayette hem Allah subhanahu ve taala ve ruhun minhu dedi. Fa aminu billahi ve rasulihi ve la taqulu thalatha. Undaqda Allah'a Allah'ın elçileri kişininle İsa peygamberin Allah'ın elçisinden bir elçi demekçi. Ve la taqulu thalatha. Undaqda üçüncüsü demanglar bunu. İntahu hayran lakum. Ya bu gepingni tügetsanlar sizlar için yaxshi it. İnnemallahu ilahu vahid. Allah subhanahu ve taala bir ilahdır. Subhanahu en yekuna lehu veled. Kul huvallahu ahad. Ahad. Allahus samad. Ellezî lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Subhanahu en yekuna lehu veled. Allah onun için bir balı buluştun münezzehtir. Hak subhanahu ve ta'aladır. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Onun için asmandaki neslerin hemmisi, zimindeki neslerin hemmisi onun mulkudur. Ve kefa billahi vekila. Allah Teala özü vekillikke yeter. Le yestenkifel mesihu en yekuna abden lillahi ve lel melaiketul mukarrabun. Mesih, sizlerin ilah diyen Mesih'inla, sizlerin ağzınızdaki ve yazu billah. Mesih aleyhissalatu vesselam en yekuna abden lillah. Le yestenkif. Allah Teala için kul buluşka katti buyantavlık kılmaydı. Yani başta atmaydı. Velel melaiketul mukarrabun ve mukarrab malaikeler hem Allah'a kul buluştun başta atmaydı. Ve men yestenkif an ibadeti. Allah kul buluştun kim ki başta atsa ve yestekbir tekebburluk kılsa feseyahşuruhum ileyhi cemi'a. Bilsin ki Allah subhanahu ve taala olanın hemmisini öz tarafke kozgaydı bir günü. Şu vakti buludu. Fe emmellezine amenu. Amma bir insanlar ki iman etti. Ve
amilus solihat yaxshi amallarni qildi. Fayuwaffihim ujurahum va yazidahum min fadli. Alloh taolo ularning ajrlarini kamil berdi. Va yaziduhum min fadli. Ularga Alloh taolo o'z fazlidan texmbek ziyoda berdi. Va ammallazina istankafu wastakbaru. Amma boshlatganlar kelsak, takabburlik qilganlar kelsak, fayu'addibuhum azaban alima. Alloh taolo ularni qattiq azoblaydi. Va la yajidu lahum min dunillahi waliyya va la nasira. Alloh taolo dediki, ularga nisbatan hech bir Allohdan boshqa yordamchidan topolmaydi ular. Valiyan do'stni, sirdoshni egini topolmaydi, va la nasira, bir yordamchini topolmaydi bular. Unda bo'lgan ekan ey insonlar, ya yuhannas, undaqda ey insonlar, qad ja'akum burhanun min rabbikum. Sizlarga nisbatan ochiq oshkor sizlarning Robbinglar tarafidan hujjatlar keldi. Va anzalna ilaykum nuran mubina. Sizlarga nisbatan ochiq oshkor bir nur keldi. Bir narsani ko'rish uchun ko'z yetmas, nur bo'lish lozim. Qorong'ulik ko'z ko'rmaydi. Buning uchun jaholat bir qorong'ulikdir. Gunoh bir qorong'ulikdir. Ma'siyat bir qorong'ulikdir. Kufr bir qorong'ulikdir. Zulm bir qorong'ulikdir. Uning uchun Alloh taolo dediki, bu jaholat zulmatlarini ko'z bilan ko'rmaydigan bo'lg'achqa inson bolasi jaholat, zulm bilan vijdon ikrorlarini bulg'ab qo'ygan bo'lganligi uchun buning nisbatan bir yorug'lik lozim edi. Nur lozim edi. Buning uchun biz ochiq oshkor nurni nozil qildik ey insonlar. Ammo allazina amanu billahi va tasamu bih. Ammo bir insonlarki Allohga iymon etdi, Allohga esildi. Fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu. Uni Alloh subhanahu va taolo undaq insonlarni o'z tarafidan bo'lgan bir rahmatning ichiga kirgizdi. Va fadlin bir fazilatning ichiga kirgizdi. Va yahdihim, ularni Alloh taolo to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ilayhi, o'z tarafiga. Qaysi to'g'ri yo'l u? Qaysi nimadan iborat edi u to'g'ri yo'l? Siratan mustaqimadan iborat edi. İnsanlarga nisbatan, mu'min musulmonlarga nisbatan kunda namozlarda ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim g'ayril maghdubi alayhim valaddallin dangla deb talab qiladigan siratan mustaqimga Alloh subhanahu va taolo boshlaydi. Alloh taolo bu oyatlarning hammasida barliq ishlarning insonning qilmishiga bog'liq ekanligi. Kafir bo'lsa azoblaydi, iymon esa to'g'ri yo'lga boshlaydi degani Alloh subhanahu va taoloning irodasining, Alloh subhanahu va taoloning fe'li irodasining bendining fe'li irodasiga bog'liq ekanligi. Bu ichki irodaning bendining juz'iy irodasi bilan Alloh taoloning kulliy irodasining bir-biridan asla qat'iy ajramaydiganligidan iborat bir haqiqatni Alloh subhanahu va taolo o'ttirib qo'ydi. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu walad. Sendan ey Muhammad alayhissalatu vasallam ular fatva so'raydi. Nima to'g'risida bir fatva so'raydi. Sendan ishqilib o'zlari ehtiyojlik bo'lgan narsalarga, duch kelgan mushkilchiliklarga fatva so'raydi. Qulillahu yuftikum fil kalala. Deginki Alloh subhanahu va taolo sizlarga fursat fatva berdi. Kalala to'g'risida. Anasi dadisi yo'q, balasi yo'q, o'z yolg'iz undaq o'lib ketgan bir inson to'g'risida. Inimru'un halaka. Agar bu inson bo'lsa-ki, halok bo'ldi, uning uchun bir balasi bo'lmagan. Laysa lahu walad. Faqat uning uchun bir uxti ekan, qiz qarinishi. Falaha nisfu ma tarak. Mana bu qiz qarinish uchun uning tark etgan narsaning yarmi bo'ladi. Va huwa yarithuha. Ammo yana bir qiz qarindosh ekan, o'lib ketibdi. Ammo odam yolg'iz ekan, va huwa yarithuha. Va u mirosxo'r bo'ladi uningga illam yakul laha walad. Uning uchun bir balasi bo'lmagan bo'lsa. Masalan, bir odam o'lib ketibdi, uning onasi yo'q ekan, dadasi yo'q ekan, faqat balasi yo'q ekan. Bir lam mayli o'gay bo'lsin, mayli sut qarinishi bo'lsin, mayli jon qarinishi bo'lsin, bir lam qiz qarinishi ekan. Bunda sharoitda u odam uning yerimini oladi mirosni, qilib qolgan narsani. Ammo shundaqla bir ayol ashuna o'lib ketib qopti. Ammo bir odam qopti. Va huwa yarithuha diki. Undaqda u odam u ayolning mirosiga ega bo'ladi. Illam yakullaha walad. U o'lib ketgan ayol uchun bola bo'lmagan bo'lsa. Fa in kanat tathnatayni. Agar u odam o'lib ketibdi, kalala bo'lgan odam, bu yerda uxti, ikki qiz qarinishi. Falahu mathuluthani mimma tarak. Undaqda u ikkisi uchun 3 dan 2 ni oladi. Ular u tark etib ketgan narsa. Va in kanu ikhfatar rijalan va nisaan. Agar qilib qolganlar bijlam qarindosh emas, er va ayol qarindoshlar bo'lgan bu yerda. Falizzakari mithlu hadil untayn. Unda qanday taqsim qiladi buni desa, er uchun ikki ayolning nasibisining o'xshini berib taqsim qiladi. Yubayyinullohu lakum an tadillu. Alloh taolo sizlarga nisbatan ezib ketmasligingiz uchun mana shunday ochiq oshkora oyatlarni bayon qiladi. Yubayyinu. Vallohu bikulli shay'in alim. Alloh subhanahu va taolo har narsani mutlaq bilguchidir deydi. Bu yastaftunak degan oyat herhalde bazı rivoyatlarda Qur'oni Karimning oyatlarining ichida eng oxirida nozil bo'lgan oyat deganlar mavjud. Vallohu taala a'lam. Al-muhim boshdagi yusikumullohu fi avladikum lidzakari mithlu hazzil unsayayn degan miras oyatidan keyin bir
mezgil kechikib nozil bo'lganligida hech shak shubha yo'qdirki, uning uchun Muhammad alayhissalatu vassalam Qur'oni Karimni tizg'a vaqtining o'zida dal bu oyatni mushu suraning Sirotan Mustaqima degan sura Nisoning 175-oyatining oxiriga keltirib, eng oxirgi oyat 176-oyat sifatida o'shaga qo'yib qo'yishni payg'ambar alayhissalatu vassalam ularga tavsiya qilgan ekanligida shubha yo'qdir. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk.